Dasturimizni xayriya mavzusi bilan davom ettiramiz. 3 yoshli bemor bolajon bir oyog'ining kaltaligi sabab murakkab jarrohlik amaliyotini o'tkazgan, lekin amaliyotlardan keyin ham sog'ligi tiklanmagan. Takror qilinishi kerak bo'lgan operatsiya uchun esa 20 ming AQSh dollari miqdorida mablag' zarur. Aziz yurtdoshlar, ushbu bemor bolajonga imkoningiz bo'lsa, yordam bering. Oyog'ini ilik o'tgan kanali ozgina yopilib qolgani hisobiga o'ng oyoqchasi o'sishi sal sekinlashib, sal kalta bo'lib qolyapti chap oyog'iga qaraganda. Endi xudo xolasa birinchi operatsiyadan keyin hozir shina yordamida yuryapti, tovoni bilan sekin-sekin yuradi. Ko'p yursa ham og'rib qoladi. Hozirgi kunda yolg'iz ayol o'g'lining nafaqasiga kun ko'radi. Ishlab pul topay desa farzandiga alohida parvarish kerak. Shuning uchun ham oilani moddiy tomondan ta'minlaydigan hech kimi yo'q. Onaizor jarrohlik amaliyoti uchun mablag' yig'ish harakatida, lekin katta miqdordagi pulni topishga imkon yetmayapti. O'zim uyim ham yo'q, yolg'iz onaman. Uyim bo'lganda sotib shu bolam qaratardim. Yolg'izgina shu farzandim. Yolg'iz onaman. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Imkon qadar shu bolam uchun yordam qilinglar. Sizlardan o'tinib so'rayman. Vaqti kelib Zubayrning oyog'i qayta tiklanishi mumkin. Faqat jarrohlik amaliyoti vaqtida o'tkazilishi kerak. Saxovatpesha insonlar yolg'iz ayolning mushkuli oson bo'lishida sababchi bo'ling. Bemor bolajon tengdoshlar qatori yana sog'lom hayotga qaytsin. Motor G'ulom Nazirov, Asilbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun.